Bu bizani zobotexniskiy laboratoriya bo'ladi. Bizda klinikadan qoliplar keladi. Shu qoliplar asosida biz shasimizni birinchi maqsad qolip to'g'ri olinishi vrachlar tomonidan aniq bo'lganini bilgandan keyin o'sha model quyishni boshlaymiz. Bunda ishlatadigan narsalarimiz mana jigarrang bu super gips deyiladi. Bu birinchi sloyga ishlatiladi. Ishlov qismiga tagidan ikkinchi sloy gips quyiladi. Bu hozir tayyor bo'lgan model holati. Gips modellardan tashqari hozir zamonaviy sport uskunalar orqali pechatniy sistema deyiladi, plastmassaviy modellar ham qilinadi. Bular ham xuddi shu gips modellarga o'xshab olib qo'yiladigan har qanday vazifani oson bajarishga va aniq bo'lishiga yordam beradi. Ishlanmoqchi bo'lgan tishlarni har bittasini olib qo'yish imkoniyatiga ega. Modellarimiz tayyor bo'lgandan keyin modelировка ishlarini kompyuterda bajaradi. Har bitta tishga alohida yondashiladi, har bitta tishi nuqsonlari to'g'rilanadi. Keyin frezirovka apparatimizga beriladi miyasiga. Kompyuterda modelировка qilgandan keyin shuba apparatimizga beriladi miyasiga. Shuba apparatimiz funksiyasi metal plastmassa, sirkon, vinerlar o'yadi, yana individualniy implantlar uchun abatmani o'yadi. Koreya mahsuloti juda ham sifati yaxshi, o'yilgan mahsulotlar 100% aniqlikka ega. Shu qilayotgan ishimiz hozir massa urish jarayoni. Shu jarayonda patsiyentda og'zida bor har qanday rangni qilish mumkin. Patsiyent xohlagan har qanday formani qilish mumkin. Bu massa urilgandan keyin o'zini maxsus pishirish pechkasi bor. O'sha pechkada pishirilgandan keyin tayyor bo'ladi.